Assalomu alaykum, aziz xalqim. Men hozir shok holatidaman, to'g'risi. Bu darajada bizlarni ayrim erkaklarimiz juda ham pastlashib, pasportida erkak deb yozilgan-u, ammo umuman erkaklik ishini qilmayotgan erkaklar borligiga hozir amin bo'ldim, to'g'risi. Men bu videoni qilmayman deb ancha o'yladim 3 kun oldin, chunki bu videoni qilishimdan maqsad 3 kun oldin uyimizga suddan odam keldi, ekspertiza odamlari. Bu men 2009-yilda turmushga chiqqanman. Hozirda ajrashganman. 2021-yilda qonuniy ajrashganmiz. Shu vaqt davomida bizlarda faqat kelishmovchilik, chunki to'ydan keyin 3 oydan keyin u ayrim kirdikorlari uni ochildi. Ochilgandan so'ng davlatdan qarzi bor, firma ochib, nalog to'lamasdan bankrot bo'ldi deb faqat yopardi. Shu sababdan uni qamoq jazosi tayinlandi. Qamoq jazosi tayinlanishidan oldin Alloh guvoh, Alloh shohid. Menga sovg'a qilingan har bir tilla buyum, kiyim, kechaklar, kelgan sovg'alar O'zbekistonda bilasiz. Qiz turmushga chiqqandan keyin uning qo'shnilari, qarindoshlari, ota-onasi qiladigan ayrim nimalar bor. Sovg'a salomlar bor. Shularni hammasini uni vaqtliroq ozod qilish uchun advokatlarga pul to'lab, to'g'risi, u yoqda 10 yil jazo muddati emas, 3 yil jazo muddati berilishi uchun qo'ldan kelgancha hammasini sotib, uni chiqarishga harakat qildik. Keyin shu vaqt davomida men homilador edim. Birinchi farzandim tug'ildi. Uni o'sha uyda kutdim, onamni uylariga bormasdan. Chiqqandan keyin men hamma narsani tushundim. Juda ham afsusdaman deb ikkinchi farzandimiz tug'ilishini xohladi. Ikkinchi farzand tug'ilgandan keyin juda ham ishlamaydigan, loqaydsiz, xotini homilador, ochmi, to'qmi, farzandi bu yoqda 1,5 yoshar yegisi kelyapti, ayrim narsalarni qorni och olib bera olmaydigan darajada, shu darajada bee'tibor, loqaydsizlik qila boshladi. Shu vaqtdan boshlab bizning janjallarimiz boshlandi. Erkak kishi ishlash kerak, oilasini boqish kerak. Demak, Allohning oldida zimmasiga oldimi ayol kishini, demak u tashqariga chiqib ishlash kerak. Bu lekin kuni bo'yi uyda uxlardi. Bunga onasi ham sabab. Chunki onasi do'st dushman oldida qamoqdan chiqding, juda ham ozib ketgansan, uyda damingni ol deb uydan tashqari chiqishga qo'ymasdi. Bu shu vaqt davomida qamoqdan chiqqandan keyin ikkinchi farzandim tug'ildi. Ikkinchi farzandim tug'ilgandan keyin biz yana ajrashishgacha bo'lgan munosabatga keldik. Va yana qaytib shu qarorga keldik birga yashashga, farzandlarim uchun. Men onamni uylariga keldim. U qancha vaqt qatnay yurdi. Keyin oyimlarni oldida ham uzrli bo'lib qoldi, chunki juda ham hijolatli kelib ketishi bo'lgani sababli biz ijaraga uy olib chiqdik. Ijarada ham u bizlarni yedira olmaydigan darajada, juda ham loqaydsiz, juda ham kelmaydigan, ertalab chiqib ketib, kechki payt kelsa keladi, bo'lmasam yo'q, shu darajaga keldi. Qo'shnilarim qo'llab-quvvatlagani uchun, ozgina tikuvchilikdan xabarim bo'lgani uchun tikuvchilikni boshladim. Tikuvchilik orqasidan ikkita farzandimni boqishni boshladim.
mayli nima bo'lsa ham ikkita bolam yetim bo'lmasin deb biz 3 yilmi 2 yilmi shunaqa yashadik. 2013-yildan 2015-yilgacha yashapmiz. 2014-yilgacha. Demak, 2 yil davomida biz ijara yurdik. Oxirgi ijaraga kelgan uyimizda u to'la olmadi, hech qanaqa pul to'la olmadi. Meni pullarim olardida, mana erta indamay ishlarim bo'ladi, mana sizlarga uy ro'zg'or qilib kelaman deb borib onasini uyga uy ro'zg'or qilib xarajat qilib, uyga hech narsa olib kelmasdan kelardi. Shunaqa men u bilan shunaqa hayot kechirdim. Qo'shnilarim yaxshi edi. Qo'shnilarim juda ham qo'llab-quvvatlab, xabar olib, ota-onam rozi bo'lsin Alloh ulardan. Har 2 kunda xabar olib, bozorliklar qilib kelishardi. Keyin deng 3-farzandimiz bo'lib qolib, 3-farzandimiz ham tug'ildi. Nimaga dersizlar? Chunki Alloh rizqini beradi. Uni olib tashlab bu farzandlarim Allohning qahri kelib biror narsa qilmasin bularga deb 3-farzandim tug'ildi. Shu vaqt davomida yana biz u ijara pulini to'la olmagandan keyin onasinikiga bordik, qaynonam uyiga. Qaynonamni uyida qaynonamni pullarini, shu keladigan pensiyalarini yeb yotadigan darajada uyda yotadigan erkak bo'ldi bu. Shundan keyin qaynonam yig'laydigan, meni nima deydi, pensiyamni sizlar qo'ymaysizlar deb qarg'ashni boshladi. To'g'risi bu men uchun juda ham yomon nima deydi, ta'sir qilgani uchun u uyni tashlab chiqib ketdim. Tashlab chiqib ketgandan keyin ota-onam meni nomimga bitta uy olib berishdi. Uy olib berganini eshitib, bu ich kuyov bo'lib 2017-yilda ich kuyov bo'lib kelib yashadi bizlar bilan. Kelib yashagandan keyin qarasam, undan qarzdorligi tufayli kechasi eshigimni taqillatmasdan begona odamlar kiradigan bo'ldi. Begona odamlar uni qidirib yuradigan. Uzru ayol kishi uyda yolg'iz 3 ta farzandi bilan uyingizga 2 ta 3 ta erkak bostirib kirsa, qaysi ahvolga tushasiz? U oylab yo'qolib ketardi. Oylab bo'lmasdi. Umuman uyda ko'rinmasdi, bilinmasdi. Bolalarimni bog'chaga berib, yugurib borib ishlab, kuni bo'yi yana qaytadan olardim. Qizlarim yig'lardi, oyijon, hamma ota-onasi vaqtida olib ketadi. Siz nimaga bizlarni faqat nimadan, axrannikdan olasiz? Qo'riqchidan olasiz. Biz ham havas qilamiz. Siz bizlarni olib ketishingizni vaqtida, biz ham yugurib kelib, oyim keldi bizlar uchun deb yugurishimizni xohlaymiz, shunaqa deb qizlarim yig'lardi. Bu narsa menga juda ham qattiq katta ta'sir qilardi, to'g'risi. Keyinchalik men shunga qaror qildim Rossiyaga borishga. Rossiyaga men pasportlarimni ota-onam zagran pasportlarimni to'g'irlagandan keyin biometrik pasport edi u paytda ketishga qaror qildim. Bolalarni qaynonamga tashlab ketamiz, singlisi bilan qaynsinglimga deb biz shunga kelishdik. Ketganimdan keyin ancha vaqt o'tgandan keyin bu kelish kerak edi, bolalarim otasi. U kelmadi. 1,5 yil men Moskva shahrida ishladim. Ukam, opalarim bilan shu yerda yashab, ishlab qanchadir pul jamladim. To'plangan puldan tashqari men unga moddiy yordamlar berdim. Qaynonamga farzandlarim qarayotgani uchun muntazam pul jo'natib turardim. Bolalarim bilan meni umuman gaplashtirmasdi. Internet ishlamaydirdi. Internet uchun pul to'lasam, telefonim yaxshi emas. Telefon uchun pul yuborsam, telefon olmasdi. Bolalarimni juda ham sog'inardim. Musofir yurtda, o'zlaringiz bilasizlar, eng kichik bolam 4 yoshar edi u paytda tashlab kelganimga. Juda ham kichkina bolalarim edi hammasi. O'g'lim 1-sinfga chiqqan edi.
shu 1,5 yil ichida to'plagan pulimni erim bilan maslahatlashib, birorta uy olsa, biza alohida chiqishimiz kerak edi. Uy olsa, o'sha uyni remontiga ham biror narsasiga ishlataman deb biza kelishgan. Keyin qarasam, bu erkak emas, dayus desam ham bo'ladi. Xotinidan xabar olmaydi, telefon qilmaydi, qayerda yuribsan, nechigacha, ishing qayerda, hech qanaqa qiziqishi yo'q. Erkak. Pasportida erkak deb yozilgan erkak. Qachonki pul ishlaganimni eshitib, meni bir iloj qilib, ko'ndirib bular chaqirishdi. 2019-yil oxirida, oktyabr oxirida qaytsam deng, ha deb menga ishlagan pullaringni ber. Bankka qo'yib, protsent olamiz. Shunaqa dedi. Protsent harom. Men bu ishni qilmayman. Agar uy olsang, mayli remont qilamiz, biror narsasiga ishlatamiz, lekin bankka qo'ymayman dedim. Chunki harom bilan men farzandlarimni boqmoqchi emasman dedim. Shu gaplar yoqmagandan keyin, bir necha marta bu takrorlangandan keyin, undan foydasi bo'lmaganini ko'rib, foydasi yo'qligini bilib turib, yana qaytib chiqib ketdim onamning uylariga. Onamning uylaridan keyin, shundan keyin ana shu ota-onam olib bergan uyga yana qaytib ko'chib o'tdim. O'sha yoqda yashadim, farzandlarim boqdim. 2021-yil ajrashdik qonuniy. Alimentga bersam, aliment bermadi. Aliment bermaganligi uchun, men ularni boqolmaganim uchun, topayotgan pulim yetarli emasligi uchun ota-onamni qaramog'iga bolalarim tashab, yana Rossiyaga ishlashga keldim. Rossiyaga ishlash davomida pul jo'natib turdim. Muntazam farzandlarim uchun. Yana u yoqda biza imorat boshlab qo'ydik. Qurilish, yangi qurilish, o'sha uyda eski hovlida yangi qurilish boshladik. Pul jo'natib turdim. Shundan so'ng deng, necha yil davomida ishladim. Ishlab farzandlarim boqib, halol boqib, haromdan juda qo'rqaman. Halol boqib, uyimni tikladim. Ko'tarilgan uy hali bitgani yo'q. Mana 3 kun oldin suddan odamlar kelishibdi ekspertiza uchun. Nima emish? Qonunda oila nikoh vaqtidagi oila kodeksiga kiritilgan ekan shu narsa. Nikoh vaqtida shunaqa asabiylashganimdan hatto nima deyayotgani qo'shilmaydi bir-biriga. Nikoh vaqtida orttirilgan mol-mulk bo'linishi kerak ekan. Hozirda u alimentdan 60 ming qancha qarzi bor. Yaqinda borganimda uni ma'muriy qilib 15 sutkaga qamatishuvdi. Ana endi hozir 2 oy tugadi. 2 oy muddat berilar ekan. 2 oydan keyin jinoiy bo'lgani uchun uni axloq tuzatish kolonnalariga olib borishadi. To'lab berish uchun. O'sha ota-onam olib bergan uyni bo'lish uchun hozir sudga bergan. O'zini huquqini talab qilyapti, chunki u qonunda borda. Lekin amalda bitta g'ishtini ham ko'targani yo'q. Men u insondan 10 ming so'm pul olganim yo'q. 10 ming ortiqcha pul olganim yo'q. Alloh shohid. Men hozir shunaqa jahlim chiqyapti. Nahot bizning ayrim qo'shtirnoq ichidagi erkaklarimiz shu darajada pastlashib ketdi. Nahot musulmon nima deydi, musulmon xalqimiz shu darajada pasayib ketdi. Ayrimlari. Ana endi aytinglarchi, kim bu yoqda haq, kim nohaq?